yo'llar sirli sirli nigohing sog'inaman kunlarni endi qaytarishga seni yana ko'rishga talpinaman Qattiqni erib ketyapti. Shahlo keladi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Yaxshi. Menda shirinlik bor. Yeysizmi? Men yomon ko'raman shirinlarni. Shoshib o'tirdim. Ko'rishamiz. Sog'inaman, sog'inaman. Sog'inaman, sog'inaman. Sog'inaman, sog'inaman. O'tir hamma joyingiz, mana o'qituvchilar uchun deydi. Nimalar yozyapsan? Vatan beri o'rtoq? Sen ketmadingmi? Yo'q. Stand-updan chaqirishdi-yu. Syomkam bugun. Yo'q, Da? Oho. Sizda bo'lib ketsangiz meni unutib olar ekansiz-da. Kim edingiz o'zisiz? Antagina. Zvanok. Zvanok o'qituvchilar uchun. Gapiringiz qo'shiladi. Anundan ol, bir 3 yillik. Kasallam. Mashq qoldi-da, baxti faqat. Tugasa yana olamiz. To'g'rimi, palvon? To'g'ri. Baxti bor ekan. Biz pastelni uchamiz. Maktabdan ehtiyot bo'lish kerak, o'qituvchilar xitlab qoldi. Men menga o'zing bu narsa devorgan. Urshidjon, я повторяю. Baxti bor ekan. Biz pastelni uchamiz. Tushunarlimi? Godde. Shoshmasdan yetadi. Qani uzatchi. Ma. Baxti, shu joyda bu narsaga yubora olmaymizmi? Joyi lekin. Joyi. Qaraga o'rtoq, kecha tanishdim, jonkani yomon. Sinsi bor ekan? Ukasi bor ekan. Balon ado. Atak bu qiz bilan gaplashganman. Sog'inaman, sog'inaman. Sog'inaman, sog'inaman. Sog'inaman, sog'inaman. Seni men sog'inaman, sog'inaman. Sog'inaman, sog'inaman. Doni? Bugun stand-upga chiqaman-ku. Такой звезда kutaman-ku. O'shandan keyin lubboy qiz o'rasam bo'ladimi? Bo'ladi, faqat o'ragandan keyin tizingni ham o'rab berishing bitar keladi. Men bilan-a? Bo'pti mana. Senning kayfiyating ertalabdan beri bir qiz tashab ketganlarga o'xshab siqilib yuribsan. Xullas, bolalar
Kecha maktabdan haydalmaganimizning sababi baxt ekan. Qanaqasiga? Hamma aybi o'zimizni bo'ynimizga olib, uni bekitganimiz uchun adasiga yetibdi. Uni adasi kim o'zi? Bu maktabimizning sponsori. Kompyuter, u yoq bu yoq ta'minlaydi maktabda. Bu adasiga yetgan. Adas direktorga telefon qilgan. Bizani maktabdan haydamaslik uchun ko'ndirgan, tushunsanmi? Kecha direktor xonasida telefonda gaplashdik-ku. Ancha baxtini adasi bo'lsa kerak o'sha. Atak baxti biz o'ylaganchalik cho'rtmas ekan, a? Takka qilgani yo'q deb bu narsani. Endi maktabda ko'timizni qisib yurishimiz kerak ekan. Keyin men Shahlodan ham uzoqroq yurishim kerakmish. Hatta cho'rt ekan-a baxti. Suv berib yuboring. Ana yana kelishdi. Boshlandi yana. Xuddi kelyapsizlarmi? Ha, xuddi yeymiz. Yedirib qo'yaymi? Yo'q, baxti qo'y. Xuddi qanaqa yeysiz? Och ozing, och, ye. O'rta. O'zingni bos. Keling sen yozishni o'rgatmaysan. Putinni qisgan. Ko'kargan yuz bilan syomkaga chiqmay bugun. O'zi shu basharam bilan qabul qiladimi, yo'q, pad вопрос bo'lib turibdi hozir. Shu oxirgi payt o'zgarib qoldi-da. Ko'ryapsan baxting qotgan ishni, любой odamni jahli chiqadi. Yo'q, to'g'ri. O'rta aqlni ham ishlatib ish qilish kerak-da, to'g'risi. Bilmadim xullas. Sen syomka nima bo'ldi bugunmi? Unda 1 soatdan keyin o'sha. O'zing ishing nima bo'ldi? Sen? Ana prodyuser. Boshim qotib yotibdi hozir. Da. Qara o'rtoq, senga bitta gap aytaman-da. O'shandan keyin o'zing birorta qarorga kelasan, ishon. Bizani uydagilar hech qachon bizga yomon bo'lishini xohlamaydi. Bizdan keyin yaxshi yashasin, qiyin sharoitda qolib ketmasin deyshadi-da. O'shaning uchun o'zlari ko'z yetgan ishga tiqadi bizani, bilasanmi? Lekin o'zingga yoqmagan ishni ishlasang-chi, o'rtoq, nima deydi? Kayf qilmaysan. Nima deydi? Mehr bermaysan ishingga, ko'karishing qiyin bo'ladi. Chunki yoqtirmasdan qolsan-da u narsani. Agar o'zing yoqtirgan ishni ishlasang, boshqacha bo'ladi. Mazza qilasan, takoy. Barakasi bo'ladi, ko'karishing ham oson bo'ladi u narsada. O'shaning uchun har bitta odam o'zini yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanishi kerak. Shu narsalarni uydagilarga chiroyli tushuntirsang, tushunishadi, menimcha. Bekka chiqding. Like bosdim. Yurakka chiqdi. Sekin men boray, kech qolmay, birinchi syomkam. Omad. Men senga Ko'tarilib ketganimdan keyin zvezda bo'lsam, xohlagan paytim borar ekan syomkaga. Men buni oldim, to'laverarsan. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Doniyorjon. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi o'zi charchamayapsizmi? Ishni nimadan boshlaymiz? Odam xursand bo'ldingiz. Ertaga studiyaga keling. Proba qilamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Zo'r chalarkansiz. Rahmat. Agar qarshilik qilmasangiz, ichkarida eshitsam maylimi? Kir o'tir. Shunchaki cholvasizmi yoki qanaqadir maktab tadbiriga tayinlanmoqsizmi? Ertaga prodyuser bilan proslушание ham bor edi. O'shanga tayyorlandim. Zo'r-ku. Da, zo'r, faqat jam eshitib o'tirsa undan ham zo'r bo'lar. Bir
зиму и моем саду, где цветы не цветут месяцами. Перерисуй со мной войну, все равно я тебе ее проиграю. Перезимуй в моем саду, где цветы не цветут месяцами. Перерисуй со мной войну, все равно я тебе ее проиграю. Перезимуй в моем саду, где цветы не цветут месяцами. Перерисуй со мной войну, все равно я тебе ее проиграю. O'zini ko'rdingmi? Ovqat yeyotganda ochkisidan ham katta bo'lib ketdi. Ochkiga tiltek qizmi? Lekin odam ishini qilmadilaring bor. Shuncha ovqatni ham uvol qiladimi? O'zimga aytganlaringni o'zim yevorardim. Sen o'zing yeyverasan. Ilib o'ynasan. Haqiqatan ham duch kelgan narsani yeysan, ha? Ey, xishtir. Nima shunaqasan? Beraman, cho'ti. Tarqavyapti. Sen ham ko'taringlar. Yana uchamiz. Yana uchamiz. Faqat bitta qolibdi-da, baxti. Men yetadi lekin. Senga yarimta ham bo'laveradi. Bor gapda. Hozir borib yana bitta bochka olib qo'ylaring. Borsan ham. O'sha yerda yarim tenga ushib kelasan. O'tib kelaveramiz. Bor. Ay, polvon. Tezroq kellaring-ne. Bo'l, Qolib ketmalaring. O polvon, oting nima edi sani? Buyoqqa. Tez yurib ketsin. Nima qalaysan? Alaykum salom. Ichkariga kirib, ishga bu narsa olib chiqqan gazli. Qabul et. Faqat tezroq bo'l. To'g'risini aytsam, ovozingiz zo'r ekan. Rahmat. Siz ashulachi bo'lishingiz kerak. Da. Maqtovlar uchun rahmat. Arzimaydi. Mayli, men ketdim. Ertangi kunda sizga omad tilayman. Rahmat. Mana Baxtiki. Nima qilayman? Ochmaysanmi? Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qilyapsan? Nesh bo'lib turishini bilasanmi bu ko'yningni? Nima chaqalib ketdi? Nima chaqalib ketdi? Bosami? Sen gapiryapman. O teymi o'zidan kuchsizligi. Ma! Zo'rmisan? Ma! Zo'rmisan? Ushmalaringni! O'zingni bos senga. Yo'q, qo'ssinli, gapni tushunmas ekansan, sanlar. O'zi maktabdan haydalishlaring ozgina qolgan bo'lsin. Bu tarqanlaring hamma. Direktorga aytaman, ketasanlar hamma lekin. Yaxshimisan? Bor, yuz qo'lingni yuvib olgin, unaqa o'tirmagin. O'zing kelasan. Salga chiqib urishmaysanlar, bundan ko'ra. Olaman hozir. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q. Sanjar. Nima Sanjar? Sanjar tushunib bo'lmayapti.
Negadir o'zini olib qochyapti mendan. Oldiga borsam ishim bor deb ketvordi. Sanjar bilan Baxtiga kelishibdi. Nima? Tushunmadim, nimaga kelishdi? Sanjar maktabda qolish uchun Baxti direktor bilan gaplashibdi. Evaziga Sanjar sendan voz kechishga mumkin. Sen buni qattan bilding? Sanjar o'rtoqlari bilan gaplashayotganda eshitib qoldim. Niye oldin aytmading? Men ham qiz bolaman, seni holatingni tushunib turdim. Agar aytsam jahling chiqardi. Bu Baxti. Sen kimsan menga? Tushunmadim. Sen kimsan meni hayotimga aralashadigan? Tushunmayapman. Nima deyapsan? Nima deyotganimni yaxshi tushunib turibsan. Hayotimga yana bir marta aralashsang, akamga aytaman. Akam masalani bir pasda hal qilib qo'yadilar. Nima bu gaping bilan akamdan qo'rqib ketadi deb o'ylayapsanmi? Qo'rqish qo'rqmaslik bu seni ishing. Men seni ogohlantirdim. Hayotimga boshqa aralashma. Tushunmadim. Nima bo'ldi hozir? Qanaqa urushib ketdinglar? Farqi bor. Bazaranga, lekin qanaqa? Shahlo. Jimin. Menga gapirmasligingiz kerak-ku. Va'da bergansiz u mendan kechaman deb. Sizdan iltimosim bor. Shu bergan va'dangizni endi bajaring.